Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga qilmishidan uyalgan tilmoch haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Fors millatidan bo'lgan Salmon Forsiy roziyallohu anhu arabchada so'zlashni bilmas edilar. Madinada ham arab, ham fors tilini biladigan birgina yahudiy savdogar bor edi. Uni tilmochlikka chaqirishdi. Salmon Forsiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni maqtab, Tavrot va Injilda ko'rgan sifatlarini bir bayon etdi. Ularning so'zlarini tarjima qilib turgan yahudiyning dushmanligi qo'zidi va Salmon Forsiydan teskari javob qilib, payg'ambarimiz alayhissalom haqida noloyiq fikrlar bildirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'amgin bo'ldilar. Shu payt Jabroil alayhissalom kelib, Salmon Forsiyning asl so'zini yetkazdi. Savdogar yahudiy o'z qilmishidan uyalib, "O'zing fors tilini bilar ekansan, unda meni nega chaqirding?" dedi. U zot alayhissalom, "Men bu tilni bilmasdim. Hozirgina Jabroil alayhissalom keldi va menga ta'lim berdi" dedilar. Shunda yahudiy savdogarning, "Ilgari sizning haq payg'ambarligingizga shubha qilardim. Endi esa gumonlarim yo'qoldi. Siz Tavrot va Injilda sifati bayon qilingan Muso alayhissalom o'z qavmiga aytgan oxir zamon payg'ambarisiz" deya tezda iymon keltirgani bayon etiladi. Bolajonlar, sizlar tilmoch qanday kasb ekanligini bilasizmi? Agar bilmasangiz, bilib oling. Tilmochlik bu tarjimonlik deyiladi.